Ammiz meni qaynopam kelyapti. Ya, ayam yurak qonga to'layapti. Chota uyga ammam kelyapti. Tez uylarni yig'ishtirib tapdaynoqday qilib tashlang. Uylar toza bo'lmasa meni haydab yuboraman. Ne только sizda kerak bo'lsa meni ham haydab yuboradi. Zinglang. Teklan, rastlan, erkin. Ha, kelinjonni qaynonasi hamman jonni ammoli ekanda. Dadasi erkak kishisiz-ku, opangizga bo'lolmasa deng. Ya opayz deverma. O'zi opam ko'rgandan beri oyog'im ishlamay qoldi. Choy. Hozir nima qilaman ammajon? Davno damlab kelyapti opajon. Hozir yelkalaringizni ham masashib qo'yaman opajon. O, ammajonim kecha kelmangizda ayam dadamga shunday gap qaytardi. Ha, kelin cho'ta duxingiz o'sib qoldimi? Ha, yo'q ey bolam, bu prank edi-yu. Voy opajon, kechiring, boshqa qaytarilmaydi opajon, kechira qoling. Ha, kelin sirqovlamay ovqatga ham qarang, sigirlarni ham sog'ib qo'ying. Voy, xo'p bo'ladi oyijon. Ha, kelin, sizni shohingiz bormi? Xo'p bo'ladi opajon. Alo, nima? Voy, o'lmasam hozir boraman. Voy opajon, yaxshi yetib oling, yaxshi boring. Voy, oyijon, ammajon, yumshoqqina ayol ekan, muncha qo'rqasiz? Voy, bilmadim, har safar shu qaynopam kelsa, qaynonam tirilib kelganday bo'laveradi. Voy, nima shoshib ketdi o'zi? Ha, ammamning qaynopasi kelyapti ekan, uylarni tozalagan ketdi. Amma keldi, hamma keldi degan shu bo'lsa kerak-da. Xo'sh, ammam kelyapti.